Hop o'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Bu video mani hamma videolarimdan ozgincha farq qilishi mumkin. Sababi bu uchun men aynan bir mavzu tanlamadim yoki tekst tayyorlamadim. То есть мы с вами будем просто болтать о том, о сём. Так вот, lekin baribir ham boshlash uchun mani bitta mavzuyim bor. Uni Instagramda har xil опросникlar qilganimda tashlashgan edi. Conscious and consciousness haqida, ya'ni сознание и осознанность. O'zbekchasida bilamizki, ong va onglilik haqida. Bu narsa haqida nima deyishni to'g'risi men bilmayman. Ta'riflash kerakmi yoki hayolimga fikr kelmayapti. Единственное, что я могу сказать, что осознанность bu shu ongda, сознанияda bo'lib o'tayotgan fikrlar, xayollar, желаниялар, shu narsalarni anglay olish, seza olish, payqay olish deymizmi? Вот, va odam o'zini shu fikr xayollaridan ajrata olishi, ya'ni emotsiya va fikrlar bilan bitta bo'lib ketmaslik hisoblanadi. Chunki bilamizki, ongimizda paydo bo'lgan fikr va xayollar ular bizani полностью ta'riflab bermaydi. Umuman olganda, ongdagi protsessni kuzata olish. Осознанность odamning hayotini o'zgartiradimi? Я так не думаю, потому что oxirgi yillarda осознанный odamlar juda ko'p, и plus bu narsa trendda. To'g'ri, qanaqadir ma'noda hayotni o'zgartirishga birinchi shak bo'lishi mumkin. Sababi biz qo'rquvlarimizni anglaymiz, убеждениyalarimizni anglaymiz. Nafs eng muhimi. Но bu yerda agar бездействие bo'lsa, ya'ni harakat bo'lmasa, deylik xatoyimizni angladik yoki nafsimizni angladik. Men bitta nafsimga javob berayotgan ekanman deb. No lekin undan kelib chiqib biz action, ya'ni qanaqadir действие ko'rsatmadik bu narsani o'zgartirish uchun. И что поменяется? Ничего не поменяется. Ya'ni faqatgina kuzatuvchi rolida bo'lish, bu xuddi bir futbol o'yinidagi sharhlovchiga o'xshaydi. U odam sudya emas, o'yinchi emas, balki televizorda ko'rib o'tirganlarga, muxlislarga protsessni kommentirovat qilib, более четко, яснoroq tushuntirib, umuman olganda ular ham kuzatuvchi, faqat более znaniyasi bor, protsessdan xabardor odamlar. Va biz ham faqatgina осознанностьni hayotimizni o'zgartiradi deb nomlaydigan bo'lsak, biz ham faqatgina shu kuzatuvchi rolda bo'lamiz xolos. Lekin bu gaplarim bilan осознанность umuman kerak emas narsa demoqchi emasman. Albatta bu birinchi qadam etib o'tganimdek hayotni o'zgartirishga. Chunki hayotimizni barbod qiladigan narsa ham o'zimiz, odamlar emas. Bu o'zimizning fikrlarimiz, hissiyotlarimiz, убеждениyalarimiz va albatta осознанность bilan birga haqiqatni tan olish, ko'ra olish ham keladi. Там, к примеру, да, man hasad qilaman, да, man без определенной вещи o'zimni неполноценный his qilaman yoki да, man внимание xohlayapman. Mana shu narsalarni o'zini ichida хотя бы tan olish. Как раз таки mana bitta tanishim tashqaridan juda ko'p внимание izlardi от противоположного пола. Va agar shu внимание hayotida kamayib qolsa, qanaqadir depressiyaga tushib qolardi. Va u bilan ko'pincha suhbatlashib o'tirsak, tushunib yetardik ikkalamiz ham, agar shu внимание unda yetarlicha hayotida bo'lmasa, u o'zini неполноценный his qiladi. Va eng qizig'i, u ham o'zida shu narsani прекрасно bilardi. Но тут тоже мы видим бездействие. То есть u bu narsani o'zi bilan наполнить qilishga ham harakat qilmas edi. То есть осознание есть, действия совсем другие. Не то, что улучшит ее жизнь. Тут уже недостатокlar, тут уже nafs, bo'tan уже qo'rquvlar va убеждениyalar ham kelib chiqadi. Anglashlikni yana sizga kerak bo'ladigan joyi bu hayotingizni har xil etaplarida. Misol uchun siz ichingizdagi har xil faktorlarni ustida ishlashingiz mumkin. Ну, к примеру, self growth qilayotganingizda, ya'ni o'zingizni ustingizda ishlayotganingizda, qo'rquvlaringizni, убежденияларingizni ustida ishlayotganingizda, siz ichingizda topgan, o'zingizda tushunib yetgan narsalarni ustida ishlaysiz. Lekin sizga yangi etap berilganda, hayotingizda yangi qiyinchilik deymizmi yoki challenge qanaqadir. Va siz hali ichingizda kashf qilmagan, bilmagan narsa bilan yuzma-yuz kelishasiz. Menda misol uchun munosabatlarga endi kirayotganimda bo'lgan. То есть men u odamni uchratishimdan oldin men o'zimni ustida juda ko'p ishlaganman. O'sha aytganimdek убеждения, страхи и так далее. Va xayolimda я всё проработала, hamma narsani ustida ishladim. Потому что уже как-то полноценный, o'zimni to'liq his qilishni boshlab, я ходила как влюблённая, честно. Va men shu munosabatlarga kirganimda ichimda qo'rquvlar, убеждениялар, men hali bilmaganlarim yuzaga chiqishni boshlagan.
Shunda qanaqadir men yana xaosga tushib qolganman va o'ylaganman, men demak hali tayyor emas ekanman deb. Lekin naоборот. U odamni men uchratmaganimda menda hali nepraraботанный faktorlar borligini bilmasdim ham. Va bu yoqda ham albatta осознанность kerak bo'lgan va haqiqatni tan olish ham kerak bo'lgan. Va bunaqa случайlar nafaqat munosabatlarga kirayotganda, balki yangi ishni boshlayotganda ham bo'lishi mumkin. Masalan, men Shayasoftning ustida ishlashni boshlaganimda, men bu yerda brend продвигать qilishim kerak, tovar haqida gapirish kerak, kiyim haqida obzor qilish kerak. Va shu protsessning ichida men tushunib yetganman, men uyalyapman обзор qilishga. И думаю, чего ты боишься? Nimadan uyalyapsan, nimadan qo'rqyapsan? Осуждение bo'lishdan, cringe bo'lib ko'rinib qolishdan. И с одной стороны, будто siz бренд продвигать qilyapsiz, а с другой стороны, o'zingizni xarakteringizni, kачествolaringizni ustida ham ishlayapsiz. Hech qaysi odam men o'ylayman o'zini to'laqonli осознанный deb ayta olmaydi. Chunki biz o'lguncha o'sadigan va развиваться qiladigan odamlarmiz. Va shu o'sishga bizga yordam beradigan narsa bu haqiqatni ko'ra olish va tan olish ekan demak. Вот такой вот рандомный подкаст у нас получился, да? Manimcha qisqa video bo'lsa kerak bu. Yana bilmadim.